Tak. Kanalga tashladim jonli efir bo'lishini. Endi o'tgan safar ko'pchilik kira olishmagandida, ogohlantirmagansan deyishgandi. Mana bu safar ogohlantiraman. Albatta kirib ko'rishinglar kerak emas, chunki bu dolzarb mavzu, bilasizlar, bu juda ham katta mavzu bu, chunki bir millat, ikkita xalq aslida bir millat bo'lganlar, bir-birini qon to'kkan, ya'ni ikkita musulmon xalq bir-birini qon to'kkan. 1909-yillarda voqealar bo'lgan. Hozir bugungi jonli efirda bu haqida to'liq gaplashamiz. Albatta bu juda ham katta mavzu bo'lgani uchun qismlarga bo'lganman. Ya'ni o'zbeklar va mesxetiy turklarning o'rtasida aslida nizolar kelib chiqishining sababi nima ekanligini aytib beraman. Sizlar hozirda faqatgina siz echishingiz kerak bo'lgan narsani bilasizlar. Lekin aslida bu haqiqatlar yashiringanda. Asl haqiqatlarni sizlarga qo'ldan kelgancha aniq va tiniq yetkazib berishga harakat qilaman. Albatta buning uchun iltimos chatdan chiqib ketmanglar. Ko'proq turinglar chatda, eshitinglar, like bosinglar. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying kanalga. Zo'r. Hop. Yaxshi. Men bu yerdagi nazorat, jonli efir nazorati mana yetib boribdi hammaga. Zo'r. Ovozim yaxshi, umid qilaman, ovozim sizlarga yaxshi eshitilyapti. Ovoz yaxshimi? Yana bir bor so'rab olaylik. O'tgan safar muammo bo'lganda ovoz bilan. Ovozlar yaxshi bo'layotgan bo'lsa, meni yaxshi eshitgan bo'lsalaringiz, mavzuni boshlasak bo'ladi. O'zi orangizda mana shu mavzuni, aynan mana shu mavzu haqida biron bir tasavvurga ega bo'lgan odamlar bormi? Ya'ni o'zbeklar va mesxetiy turklarning o'rtasida bo'lgan urush haqida. Sal jiddiyroq mavzu bo'ladigan bo'lsa, YouTube menga bloklab qo'yaveradi kanalimni. Har kuni shunday bo'ladi. Masalan, pivo festivali haqida ham video qo'ygandim, kanalimni bloklab qo'ydi videosini. Bunga sabab nima, kim biladi? Balki qoritib kuchlardir. Yaxshi. Endi sekin bir sababiga o'tadigan bo'lsak, bu mavzuni endi ko'pchilik bilmaydi. Ya'ni 90-yillardan keyin tug'ilgan, 2000-yillarda tug'ilganlarning ko'pchiligi mana bu mesxetiy turklar o'rtasidagi va o'zbeklar o'rtasidagi urushni ko'pchilik bilmas ekan, asl sabablarini, asl mohiyatini ko'pchilik bilmas ekan. Lekin bu aslida uyushtirilgan narsa bo'lgan. Bizga aytishganki, bozorda nima bo'lgan? Bozorda mesxetiy turk ayol ularga narsa sotganda bir qulupnay sotayotgan bo'lgan, o'zbek yigiti borib savdolashgan va o'zbek yigitini yerga urib qulupnayni tashlab yuborgan. Xuddi o'zbeklar bir tiyin degandek, yerga tashlab yuborgan va shuning natijasida urush kelib chiqqan deb aytayapti. Bizga aytishganda, uqtirib berishgan. Uning orqasidan o'zbeklar bozorda mushtlashishgan, mesxetiy turklar bilan o'sha kattalashib ketishgan, o'qigan deb aytishgan. Ammo lekin bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Haqiqat aslida boshqacha. Sizlar ko'rinmayaptimi jonli efirda mavzusi? Jonli efirda mavzusi o'zbeklar va mesxetiy turklar o'rtasida bo'lgan urushning asl haqiqatlari deb nomlanadi. Bilmadim nimaga bu ko'rinmayapti. Sizlar ko'rinmayaptimi mavzuning nomi? Ko'rinishi kerak, chunki sizlarga savollar berishim kerak albatta orqali. Bu funksiya ishlamasa, jonli efirimizni boshlagandan bir ma'ni bo'lmaydi. Demak, chatda yangilar, bu video, mana bu jonli efir hali ko'p qismli bo'ladi, chunki bu katta mavzu. Shuning uchun videoga like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'ying. Mana shu jonli efir boshlangandan xabardor bo'lish uchun baxtliroq. Xullas, aytganimdek, mana bu ishning boshlanishida xuddi bozordagi bir kichik bir nizo sabab bo'lgan va Sovet propagandasi, Sovet mediasi bizga aytishganki, bu bozordagi maishiy mojaro natijasida kelgan, natijasida shakllangan urush deb bizga aytib berishgan bu narsani. Va endi bir ongli ravishda bir o'ylab ko'raylik. Ya'ni bir qulupnay, bir oddiygina savdolashish natijasida bir katta bir xalq o'rtasida urush kelib chiqishi mumkinmi? Qanday haqiqatga to'g'ri keladi bu narsa? Ya'ni bir arzimagan narsa-da bu, to'g'rimi? Bir odamning jonidan ustun bo'lmagan narsa.
to'ksa to'kilibdi, tepsa tepibdi, so'ksa so'kibdi. Bu ketib yuboriladigan narsa. Bu hozirgi kunimizda ham odatiy hol, to'g'rimi? Sotuvchi o'rtasida har doim bu teng bo'li bozorlarda bu har kuni kuzatiladigan holat. Bir kichik urushlar bo'lib turadi har doim fuqarolar o'rtasida. Bu bir tabiiy holatda, hammani oldida bo'ladigan holat. Misol uchun o'zimda viloyatimda ham ko'rganman, sotuvchilar orasida kezi bilan kezi kelganda tortishib turishadi, ammo lekin bu qon to'kishga bo'lmaydi, faqat ya'ni og'zaki, dahanaki urushlar bilan tugaydigan narsa. Va bu hech qachon men ko'rmadimki bir ommaviy ravishda bir qotillik bo'lishiga sabab bo'lmagan. Ammo lekin sovet propagandasining uqtirishi bo'yicha mana bu o'zbeklar va meksikaturklar bir-birini qirishiga sabab aynan mana shu narsa bo'lgan deyapti. Aslida esa bu shunchaki nima deydi? Xalqni ongsizlantirish, bir propaganda qilib qo'ygan. Aslida sabab juda ham boshqa narsa. Sabab boshqa yerda. Farg'onadagi haqida albatta shunaqa. Tak. Xullas. Aytganimdek, bu yerda like bosmaganlar ko'p ekan. Iltimos like bosib qo'ying. Aytyapman, u mavzu qiziq. Ko'p kishiga yetib boradi. Agar like bosmasalaringiz ko'p odamlar kira olmaydi jonli efirga, yetib bormaydi. Shuning uchun aktiv bo'laylik. Aytganimdek, mana shu natijasida bu ular sovet propagandasining bizga aytishi bo'yicha mana shuning orqasidan nizo kelib chiqdi. O'zbeklar va meksikaturklar bir-birini qirishni boshladi va u bir kunning ichida o'zbeklar yig'ilib 4-5 may kuni, aniq bir sanalari bu yerda keltirilmagan ekan. Yo'q, bu yerda 1989-yil 3-iyundagi aniq sanasi. Ularni rasmiy hujjatlarda keltirilgan sana shunday ekanda. Ya'ni bu natijasida aynan mana shu kunda Toshloq tumanida bo'lgan. Toshloq tumanida shu narsa yuz bergan. O'zbeklar birlashib mana bu turklarni qamaz degan, bizga dushman deb boshlashgan. Ular albatta miya zaharlangan. Bunga ham yetarlicha sabablar bor. Birinchi sababi o'sha paytlarda aynan o'sha Toshloq tumanida ishsizlik juda ham yuqori bo'lgan. O'zbeklar endi millat ajratish bo'lmasin, lekin millat shunaqa aytilganda, o'zbek millati va meksikatik turk millati o'rtasida solishtiradigan bo'lsa, iqtisodiy jihatdan meksikatik turklar o'zbeklardan ancha yaxshi yashay boshlagan. Har doim ular birinchi navbatda ish bilan ta'minlangan. Ularda deyarli muammo bo'lmagan iqtisodiy tarafdan, lekin o'zbeklarda bu muammo bo'lgan. Albatta bu ham aynan shu Toshloq tumanida yashovchi xalqni qayrashga, ularga nisbatan qarshi qayra bir miyasini o'chirib manqurtga aylantirishga katta sababchi bo'lganda. Ya'ni ularni bir odamni qon to'kishga sababchi qilgan mana shu narsa ularni. Endi mana bu tartibsizliklarni rejalashtirish ham endi bosqichma-bosqich amalga oshirilgan. Bu o'z navbatida tasavvur qiling, bir katta bir millatni birdaniga kimdir buni boshqara olmaydi. Bir kishi chiqib, buni ketdik, mana bunga urush qilamiz deb tortib keta olmaydi. Bu yuqoridan turib ancha avval rejalashtirib qo'yilgan bir katta bir muxolifatning ishi bo'lganda, ya'ni ongli ravishda bu urushlarni tashkillashtirishga tajribasi bo'lgan tashkilotning ishi bo'lgan. Albatta bu tashkilot kimligini yaxshi bilib turibsiz. Albatta o'sha davrdagi Moskva hukumati bo'lgan. Ya'ni bilasiz, 89-yillarning oxirida SSR parchalanish arafasida edi va o'sha Rossiya hukumati, SSR hukumati, Moskva hukumati mustamlaka yerlarini saqlab qolishni rejasini qilayotgan edi va o'sha mustamlakachi yerlarning saqlab qolish uchun u yerlarda bir bahona kerak edi armiyani kirgizish uchun. Va mana bu osongina armiya bir bahona bo'ldi. Lekin bizga nima emish bu yerda ruslar bu yerda hech qanaqa ayb qilishmagan. Ularning maqsadi hech qachon turklarni qirish bo'lmagan, o'zbeklarni urushtirish bo'lmagan, shunchaki ularga himoya qilishgan ularni degan yo'q. Aslida mana bu urushning homiysi Moskva bo'lgan. Nizoning homiysi Moskva bo'lgan va Moskva bu yerga o'zining bir propagandachilarini, ig'vogarlarini tashab qo'ygan xalq orasiga. Ular ikkita xalqni bir-biriga gijlaganda va undan so'ng bu urush rivojlanib to'xtamasdan davom etgan. Bir olovlanib ketganda, xuddi olovga benzin sepganday bo'lib ketganda, katta bir portlash yuzaga kelgan. Bu aytganimdek bir aniq bir bilimli bir odam ig'vogar bo'lish kerak-da, bir odamni butun bir xalqni bir-biriga qarshi qayrash uchun, o'ziga ergashtirish uchun. Va men qiziqib bu narsani qidirdim aniq bir manbalardan, o'sha davrdagi e'lon berilgan xabar, g'arb manbalari, sharq manbalari, o'zbek manbalari, SSR manbalari hammasidan bir boshdan qidirib ko'rdim. U yerda aytishganki, o'sha paytda bozorga bir guruh sportchi kiyimidagi, bir xil kiyimdagi odamlar kelishgan degan
va ular aynan o'shalar urushni boshlab berishgan degan va ular na o'zbek tilida, na mesati turk tilida gaplashadigan odamlar ekan. Ular rus tilida gapiradigan odamlar kelib, ig'voni boshlashgan ekan. Xalqni bir-biriga qayrab, xullas, mayli odamni bir yuragiga tegadigan, yetib boradigan, g'azab keltiradigan gaplarni aytib, urushni boshlab bergan ekan. Va qizig'i urushlar boshlanganidan so'ng ular o'z-o'zidan yo'qolib qolishgan. Va albatta buni ham tushundingiz kim tashkillashtirganini. Xo'p. Keyin ana shunda mana bu odamlar kelib bu yerda bir talpani boshlab berishgan, ya'ni xalq tilida aytganda talpa, to'polonni boshlab berishgan. Bir-birini go'shtini boshlangan. Bu albatta hammaga yoyilgan, xalqning orasida sekin-sekin tarqalgan. Mana bu o'zbeklarni mesxetuklar uryapti, o'zbeklarga dushmanlik qilyapti deb ig'vo tarqatilgan. Va undan so'ng aytganimdek qirg'in-barotning boshlanishi boshlangan. Endi bitta narsa borda. Yana bitta fakt bor. Buni inkor etib bo'lmaydigan fakt shundaki, o'shandan keyin o'zbeklar mesxeti turklarning hammasini uylarini yoqib yuborishgan. Qiziqarli joyi shundaki, o'shanda bironta bir o'zbekni uyi yoqib yuborilmagan. Chunki ularda har bitta mesxeti turkning aniq bir manzili, lokatsiyasi bo'lgan. O'sha yerga borib, bu ishni qilishgan. Endi sizlarga savol, o'sha paytda 89-yillarda bir Google Maps bo'lgan, bir ya'ni lokatsiyani aniq belgilaydigan bir, masalan, hozir bilasiz-a? Bemalol hozir lokatsiyani bir-birimizga tashab tursak bo'ladi aniq qilib. Aniq kimning uyi qayerdaligini ko'rib tursak bo'ladi lokatsiyalar orqali. Ammo lekin u paytda unaqa bir GPSlar bo'lgan, bir xalqning qo'lida aniq bir GPSlar, aniq bir xaritalar bo'lgan. Va shundayki ular qanday qilib uni uylarini topishdi, mesxet turklarni. Chunki mana bu mesxet turklarni har bitta fuqaroni yashash manzilini bilish uchun, millatning yashash manzilini bilish uchun o'sha paytda pasport stol bo'lgan. Ya'ni faqatgina ularda, ya'ni pasport stolga oddiy aholi kirib bora olmagan. Faqatgina davlat ishlaydigan katta bir unvonga ega bo'lgan organ xodimlarigina u narsani ko'ra olishgan, bila olishgan. Qolganlar esa yo'q. Ana endi savol. Faqatgina bu narsa faqat davlat organlari aynan mesxet turklarning uyini bilgan bo'lsa, qanday qilib oddiy xalq har bitta mesxet turkni uyini bilishgan, har bitta joyini, chunki hammasi devor bilan o'ralgan, hammasi o'zbeklarga o'xshab yasalgan, yashagan, aniq bir kafolat bo'lmagan ularning qaysi biri turk, qaysi biri o'zbek ekanligiga. Mana endi sizlarga savol, endi javob beringlar-chi, kimda qanday fikr bor mana shu masalasida? Izohlarni o'qiyapman, qo'rqmanglar. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Xo'p. Izoh. Bo'ladi. Yaxshi, hech kimda bir aniq bir ideya yo'q ekan, bu qanday qilib boshlangan, ya'ni qanday qilib odamlar ana shu mesxet turklarning aniq bir lokatsiyalarini bilganligi haqida. Bu aslida uyushtirilgan bu narsa ham. Aytganimdek, bu narsa ya'ni uylarni yoqib yuborish ham uyushtirilgan, chunki nimaga aynan o'zbek uylarini yoqib yuborishmagan desangiz, ular o'zbeklar uylariga hammasi bir kun avval nima deydi, bir qanaydir belgi qo'yib qo'yishganda, bir matoni, qizil matoni tashab qo'yishgan. Ya'ni qizil mato tashlagan paytda bilishganki, bular o'zbeklarning uyi, bunga tegmaymiz deb. Har bitta o'zbekning uyi qizig'i aniq belgilab qo'yilgan. Aniq belgilab bu narsa tashab qo'yilgan. Qanday nizoni aytyapman Farg'onadagi? Ha, Farg'ona 1989-yildagi nizo. Farg'ona 1909-yil 3-iyunda Farg'onaning katta tumanlarida boshlangan bir katta bir
qo'zg'olon urush deymizmi, fuqarolar urushi desak to'g'riroq bo'ladi. Bu narsani ko'pchilik bilmaydi ekanda. Hozir shuning uchun mana shu mavzuni tanlashga qaror qildim. Ko'pchilikda aniq bir nima deydi, mantiq yo'q, aniq bir javob yo'q. Nima sababdan mana bu urush boshlandi? Nima bo'ldi? Nima sabab bo'ldiki bu ikkita bir qadrdon millat bir-birini qirib tashlashiga? Xullas mana shunaqa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom hammaga. Endi aytaman, ya'ni o'zbeklarning lokatsiyasini, ya'ni mesoturklarning lokatsiyasini ular qanday bilganligining sababi asosiy bitta fakt bor bu yerda. SSRdagi davlat tashkilotida ishlaydigan odamlar aniq bir xaritasini, har bitta uyning manzilini ularga, ya'ni qo'zg'olonchilarga berishgan. Mana bu yerda mesoturklar yashaydi, mana bu yerda o'zbeklar yashaydi, ularga konkret xaritani berishgan. Va shu natijasida ular adashib ketmagan. Bironta bir o'zbekni yoqib yuborishmagan. Faqatgina mesoturklar uyini yoqib yuborishgan, odamlarni o'ldirishgan, qon to'kilgan, 700 dan ortiq xonadon yana zarar ko'rgan, yoqib yuborilgan va 100 dan ortiq inson halok bo'lgan, 1000 dan ortiq inson esa og'ir va yengil jarohat olishgan. Xullas, bu yerda talafot juda ham katta bo'lgan. Buning asosiy homiylari, bu urushning homiylari esa aytganimdek SSR Moskva bo'lgan. Hop. Bu mavzuni o'ylagandim qizig'roq bo'ladi dedim. Odamlar ko'proq kiradi, ko'proq like, podpiska bosadi desam, yo'q. Endigina 85 tagina odam ko'rgan. Odamlar nima bu tarixiy va anaqa nizolarga, siyosiy o'yinlarga qiziqmaysizlarmi? Siyosatga qiziqadiganlar yo'qmi? Siyosatga qiziqadigan odamlar yo'qmi oramizda? Nima sababdan bu ishlar bo'lyapti? Homiylar kim? Kim qo'yapti? Nima bo'lyapti? Tushunmadim to'g'risi. Xullas jang kelganlar, yana aytaman, yuqorida mavzu yozib qo'yganman mana bu. Telefonda ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda ko'rinadi, ya'ni o'zbeklar va mesoturklar urushi, ya'ni Farg'ona 1989-yildagi voqealar, nizolar, fuqarolar urushi. Nima deyapti? Tushunmadim. Homiylar kattalar bo'lingan, atay qilingan, albatta bu bir aniq bir rejalar asosida qilingan narsa aytganimdek. Bu sodir bo'lgan yiliga qaranglarda, sodir bo'lgan yili faktga qarash kerak. 1809-yil, ya'ni 80-yillarning oxiri SSRning qulayotgan payti bo'lgan. SSR endi qulayotgan bo'lsa ham o'zida mustamlaka sifatida ko'p davlatlarni saqlab qolmoqchi bo'lgan. Ularni saqlab qolishning oddiy bir yo'li esa ularga armiya kiritish kerak. Ular ham ochiqdan-ochiq armiyasini bir kirgizib ololmaydi, chunki atrofdagi davlatlar ham bunga qarab turmaydi. Ularga osongina ruxsat berib qo'ymaydi. Ularga Rossiyaga bosim bo'lishini bilgan. Endi bu yerga o'yin qilgan, siyosiy o'yin qilishgan bu yerda. Ya'ni hammasini qonuniylashtirmoqchi bo'lganda, mana bu yerda o'zbeklarni qonxo'r qilib ko'rsatamiz, ular mana terrorist, buzg'unchi xalq qilib ko'rsatamiz va ularga o'zimiz armiyamizni kirgizib, ularni qirib yorib, biz yana bu davlatni qo'limizga saqlab qolamiz degan niyatda bu ishni qilishgan. Ammo lekin ular chuchvarani xom sanishgan. Bu nizo bostirilgan, lekin ularning gapi o'xshamagan, baribir oxir-oqibat O'zbekiston baribir mustaqillikka erishgan. Ushbu paytlarda men Farg'onaga tabibga xotinimni olib borgan edim. Necha yoshdasiz, qiziq? Nechanchi yilsiz? Bu hukumatdagi kuysalardan qanday qutulish temasi qiziqli brat. Oxirgacha bora olmaysiz bu masalada. Ha, do'stlar.
Mavzu nima haqida, sizlar chatda nima haqida gaplashyapsizlar? Xullas, aytganimdek, voqea buni shakllantirishni, urushni tashkillashtirishdan asosiy maqsadi O'zbekistonni mustamlaka ostida saqlab qolish bo'lgan. Va shu o'rtasida reja tuzishgan, qo'zg'olon qilamiz, u qilamiz, bu qilamiz degan va qilishgan ham, ikkita xalqni bir-biriga qarshi qaylashgan. Va bahona kulgili-da, bahonasi kulgili. Oddiy bozordagi qo'zg'olon tufayli ikkita millat bir-birini go'shinyapti. Bu ahmoqlik, chunki 1944-yillarda ana bu Stalin ahmoqni gapi bilan Mehsat turklar O'rta Osiyoga, Farg'onasiga ko'chirilgan, Farg'onaga ko'chirib keltirilgan, ya'ni mol tashiladigan temir yo'l vositalarida, ya'ni poyezdda desak to'g'ri bo'ladi. Ana shuni tashib olib kelishgan Mehsat turklarni o'zbeklarga. O'zbeklar o'sha paytda quchoq ochib kutib olishgan u millatni. Uydan joy berishgan. O'zbeklar o'sha paytda urush yillaridan keyin urush yillari payti bo'lgan, qiynalishayotgan bo'lsa ham ularga non berishgan, joy berishgan, uy berishgan, yer berishgan. O'sha payt urushmagan kelib 1909-yilda urushadi. 45 yil birga yashagan xalq, endi deyarli yarim asr birga yashagan xalq aynan 1989-yilda 1989-yilda qayerdagi bir qulupnay voqeasi tufayli bir-biri bilan urushib, bir-birini qon to'kkan ekanmish. Haqiqatga to'g'ri kelmaydi-da bu fakt. Azmat, yoshlar o'tiribdi, hozirgi muammolar haqida savol tashlayin. Bu gaplar hatto darslikda ham yo'q. Ahmoqlar. Qiziqmaydi-da bolalar. Siyosatga qiziqmaydi. Qiziqish kerak mana qanaqa narsalarga, nima sabab bo'layotganligini, propagandalarga qiziqish kerak. Chunki propagandalarni bilmasangiz, ertaga propagandaga tuzog'iga tushib qolasiz. U yerda boshqa gaplar ham bo'lgan. Qora dori uchun, u gap bu yerda bo'lmagan unaqa. Ular mayda-chuyda narsa, qora dori avvaldan ham bo'lgan narsa. Bu yerda asosiy masala hukumatni saqlab qolish bo'lgan. Rossiya o'zini, endi Rossiya, Moskva desak to'g'ri bo'lardi. Moskva o'zini bosimini O'rta Osiyoda, endi O'zbekistonni qo'lga olsa, endi tabiiyki O'rta Osiyo qo'lda bo'ladi. O'sha chunki bilasiz, O'zbekiston ham Turkmaniston, ham Qirg'iziston, ham Tojikiston, bu yerda Qozog'iston bor. Endi Qozog'iston ularni qo'lda bo'lgan, keyinchalik ajralgan bo'lsa ham O'zbekiston asosiy bu yerda siyosiy markaz bo'lgan. Aynan mana shu natijasida saqlab qo'ygan. Shunaqa urushlarni qilishgan, xalqni bir-biriga qirib yuborishgan. Endi buni orqasiga tashkilotlar turgan. Endi u tashkilot haqida bugun kechda bo'ladigan jonli efirda aniq yoritib beraman. Va bugun kechda Akromiylar qo'zg'oloni haqida, endi Andijon voqealarini bilasizlar, 2005-yillarda sodir bo'lgan Akromiylar qo'zg'oloni haqida ham bugun jonli efirda gaplashamiz, aniq faktlar bilan. Ya'ni oddiy bir eshitgan, ya'ni birovdan eshitgan gaplar emas, bu yerdagi parda ortidagi haqiqatlarni aytib beraman. Menimcha ko'pchilik o'ylaydi, mana bu Akromiylarni homiylari terroristlar bo'lgan deydi. Terrorchi IShID bo'lgan deydi uni homiylari. Lekin yo'q, bu yerda umuman boshqa odamlar